O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi yana oshdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-aprelda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 23,97 so'mga ko'tarilib, 12,937,16 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 28,40 so'mga oshib, 13,937,20 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 0,38 so'mga ko'tarilib, 154,55 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 2 kun pastlashdan so'ng ko'tarilib 12,913,19 so'm bo'lgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.